Monza 1,5 atmosferniy. Tak, ozgina DTP bo'lgan. Krilolar miyachini chiqarildi. Cho'tki chiqdi, xudo xolasa. Kapot ham miyachini chiqarildi. Faralari ozgina qirilgan joyi bor edi. Polirovkalar qilindi buyog'i. Tak, svecha almashadi, moy quyiladi, воздушный filtr almashtirdik. Keyin sharovoy richak podushkalari ketgan. Loqilayotibdi. Podushkalar o'ynab ketgan mana. Keyingisi mana sharovoy, xudo xolasa original zbori richagi bilan. Qattiq sharovoy, umuman qimirlayotgani ham yo'q. Svechalarning ahvoli kuyib ketgan. Yangi original GM svecha qo'yamiz. Xizmatdamiz. Aloqaga chiqarasizlar kimgadir kerak bo'lsa.